kelinglar yeb ko'ramiz. Yo, tiriklar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan soydagi o'sha mashhur simko'prik atalarini yeb ko'ramiz. Soyda bo'yda dasturxon ettalabdi. Bay. Bu kim biladi, bu yerda kim biladi? Bu atalarni bilgan bo'ladi, buni foydalarini bilgan odam menimcha o'zini to'xtatib tura olmasa kerak. Atalar ettalabda zo'r ketadi, bormi? Issiqlikka ham juda foyda. Ayniqsa to'ydan keyin. Ayniqsa to'ydan keyin kuyovlar uchun atalarni tavsiya qilaman. Soydagi atalar eng nomer 1 deb bilaman. Siz bu yerda atalasini yeb ko'rganmisiz soydagini? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Bo'lmasam qayerda atalasini yeb ko'rgansiz, qayerda atalasiz zo'r. Fikirlarni qoldiringlar. Sizlar bilan yeb ko'ramiz. Atalar nihoyatda mazali, zo'r atalar. To'yimli ham polezniy deydi.